Xitay atalmış Milletler İttifaqlığı qanununu resmi icra qilishga başladı. Qadrli ko'rganlarimiz, albatta bu səpsətə, bu Xitayninki yenidən bir cinayetini, Şərq Türkistonda icra qilayotgan cinayetninki texim bir yuqori pallasi, hatta qanunlaştırıp qaytadan bir yuqori pallada qilayotgan bu cinayetlerini qanuni ramkaning ichiga olib turib icra qilish maqsadida o'tirib qo'ygan bu atalmış Milletler İttifaqlığı qanununu resmi şu ilgiri biz bu yıl mart ayida ma'qullangan vaqtida albatta huzurlarga sungandik. Hatta suhbat qilgandik biz bu haqda. Endi shunda butun dunyoning diqqatini qo'zg'agan bu jinoyat 1-iyuldan boshlab rasmiy ijro qilinishga boshladi, qadrli ko'rganlarimiz. Albatta bu vaqtga aloqador xabarlarda Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissari Volker Türk oldingi hafta BDT İnsan Hakları Komitetining yig'inida Xitoy haqida to'xtaldi ve atalmış Milletler İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonunini alohida tilga ilib, bu qonunning atalmış asonliq millatlarning til, ma'arif, diniy e'tiqod, ibodat, madaniyat, so'z erkinligi ve tinch yig'ilish qatorliq jihatlardagi tüp hukuklarını texmi qattiq cheklash xavfi barligini ta'kidladi Volker Türk. Ve Xitoy rejimini bu qonunni amaldan qoldirishga ve millatlarning insani hukuklarga ziyon yetkazadigan munosabatli siyosatlarni to'xtatishga chaqirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nurg'unlagan mustaqil tadqiqotchilari ve xalqaro inson haqlari tashkilotlarimi o'xshash andishlarni ifodalab, bu qonunning hozirgi assimilyatsiya siyosatlarini ishkirlab qonunlashtirganligini, shundaqla Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq millatlarning til, madaniyat ve diniy kimlik jihatdagi haq huquq kapolatini ojizlashtirib o'tishi mumkinligini o'tirg'a qo'yishmoqda, qadrli ko'rganlarimiz. Yuqoridagi ko'rinishlarni yillardan buyon ko'ryapmiz. Mushunchalar jinoyatlar yetmay, yana bu tajovuzchilar texmi bak bu jinoyatni texmi chunqurlab ijro qilish qadamini bosgan bo'ldi, qadrli ko'rganlarimiz. Amerika Avam Palatasi Xitoy ishlari alohida komiteti bo'lsa 29-iyun bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoy rejimining bir tarafdan bu qonun orqali bostirishni texmi ig'irlashtirsa, yana bir tarafdan Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlarga qaratgan xo'rlash qilmishlarini qonunlashtirishga urinayotganligini ta'kidladi. Xalqaro kechirim tashkiloti bo'lsa 30-iyun bu haqda bayonot e'lon qilib, ya'ni Xitoy icra qilishga bir qancha kun qolgan vaqtida, yani 1-iyuldan boshlab rasmiy yo'l qo'ydi. Yani 29 Amerika Avam Palatasi, 30-iyun bo'lsa xalqaro kechirim tashkiloti hammasi ilgirmi bu qonun o'tirib qo'yilganda shu Yevropa ittifoqida nurg'un yerlar noroziligini bildirgan, andishalarini bildirgan. Endi bu 1-2 kun qolgan vaqtida bularni qattiq shu yuqoridagi bayonotlarni orqadan e'lon qildi. Xalqaro kechirim tashkilotining bayonotida bo'lsa, Xitoy rejimining bu qonun orqali Uyg'urlar, Tibetlar va Mo'ng'ullarga o'xshash farqli millatlarni Xitoy madaniyati asos qilingan bir tutash davlat belgilagan milliy kimlikni qabul qilishga majburlayotganligini. Asosliq maqsad butunlay yana Xitoy madaniyatini asos qilgan boshqa millatning milliy kimligini saqlab qolish emas, hammasini Xitoy qilib o'tish uchun bu asos qilingan bir tutash davlat belgilagan milliy kimlikni qabul qilishga majburlayotganligini, bu yerdagi atalmış ittifoqlikning o'xshamagan jamiyatlar o'rtasidagi inoqlik emas, balki Xitoy Kompartiyasi bilan siyosiy va ideologiyalik birdaklikni saqlash ekanligini, Xitoy rejimining bu qonunning ba'zi moddalarini chegara sirtida ijro qilish niyatini o'tirg'a qo'yishining texmi andishi qilarliq ekanligini bildirdi. O'ylab qo'ydi. Ya'ni bu masala bo'libmi, shu yaqinqi kunlardan buyon bo'libmi shu moddalarning ichidagi, ya'ni ba'zi moddalar chegara sirtidagilarga ilgari Xitoydan chiqqan boshqa davlatning fuqarosi bo'lib ketganlar bo'lib ketsa-mi, shularni ijro qilishdan iborat bu moddalar texmbek xalqaroni beorom qilayotgan masalalarning biri bu. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 29-iyundagi bayonotida mazkur qonunning Xitoyning navbatdagi atalmış asonliq millatlar siyosatini kengaytirilgan qonuniy asos bilan ta'minlaydiganligini, bu sababdan
u azsalliq millatlarning ana til maarifi, diniy erkinlik qatorliq huquqlarini texmi acizlashtirish xavfini o'z ichiga oladiganligini hamda bu qonunning chegara hal qilgan bostirish xavfi shakllantiradiganligini Germaniya hukumatining bu masalaga alohida diqqat qilayotganligini ta'kidladi. Demek mush şekilde bu tecavüzçüler devamlaştırıyordu bu cinayetlerini. Elbette bu haqda şu 1 iyuldan başlap icra kılınışıga karşı halkaradı mı mesela Gollandiyada mesela Dam meydanında Uygur ve Tibetli mesela Amerika'da degandek Avrupa'daki bazı devletlerden buluş mümkün. Şu 1 iyulda icra kılışıga başlanılan bu cinayet atalmış tırnak içindeki yeni kanun nimesiga karşı narazılık namayışı ötküzüldü. Hatta bir tünügün biz haberimizi bazı istiqlalda mı bir Tibet mana şu kanunga karşı özünü köydürülüp o vafat tapqanlık haqidagi xabarni bazı mesela. Demek bunun karşı arxil faaliyetler buluvatı dünyanın arqaysı joylarda.